Handaqda Amr ibn Hudni ismini eshitib, bironta musulmon chiqmadi. Boyaga aytganimizdek, endi o'ylang 80 ga kirgan bo'lsa, 20 ga kirganda qilich ushagan bo'lsa ham necha yillik tajribasi bor? 60 yillik, u qari bo'lib quvvatdan qolgan emas, quvvatni cho'qqisida deyilyapti. Ali roziyallohu anhu bor yo'q ikkita jangda qatnashgan. Badr bilan Uhud. Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib, birontasi o'rnidan qo'zg'almadi. Ali roziyallohu anhu turib, men chiqaman dedi. Rasululloh: "Ey Ali, bu Amr ibn Hud, o'tiring joyingizga" dedi. Ali o'tirdi. Amr ibn Hud endi masxara qilishni boshladi. Ichinglarda muborazaga yaraydigan bironta erkak yo'qmi? Bironta erkak yo'qmi? Axir o'lsanglar sizlar boradigan jannat qayerda qoldi dedi. Agar o'lsanglar jannatga borardinglar sizlar. U jannat tursa qanday chiqmaysizlar deb masxara qilishni boshladi. Payg'ambarimiz o'ngga qaradi, chapga qaradi, hech kim turmayapti. Ali ibn Abi Tolib men deb ikkinchi marta chiqdi. Payg'ambarimiz yana o'tkazib qo'ydi. Bu yoqda Amr ibn Hud baqiryapti, masxara qilyapti. Kim chiqadi deb payg'ambarimiz so'radi, 3-marta men deb chiqdi. Ali roziyallohu anhu. 26-27 ga kirgan bola. Ikkinchi taklifing nima dedi? Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urush dedi. Shunda Amr hayron bo'ldi. Men biron kishi mendan qo'rqmasdan meni urushga chorlaguncha yashayman deb o'ylamagandim dedi. Aytdi-ku, uni ismini eshitib qochib ketardi jang maydonida. Odamlar, bu yosh bola chiqib turib urush men bilan dedi. Amr otidan tushdi-da, qilich bilan urdi, otini o'ldirdi. Chunki hamiyat, g'urur, bu piyoda tursa bu otda turishini o'ziga or deb bildi. Ey birodarimning o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman. Ali aytdi, ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman dedi. Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashgan 3-jang bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Hudning 5-jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhu ga ko'tarib turib, qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqon yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Hudning atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. 1 soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotgani ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushrik ham ikkala taraf